Assalomu alaykum, Vodiy fasad obunachilari. Zo'xsut mramorning fasadni biletkamizdan qilib bergan ilk xonadonimiz. Hozir bahor kelib, ustlarini laklatib, chiroyli holatga keltirib olishdi. Shuni bir videosini olib ketaylik degandik. Laklangandan keyin so'killarimiz mana shunday bilesib berib turadi. Fasadni biletkamiz ham ustidan laklangan. Mana shunday yaltirab bilesib berib turadi. Podkostlarga shunday mikrofonlardan foydalanilgan. Dizayniga, ko'rinishiga o'zgartirish baho berasizlar. Assalomu alaykum, Vodiy fasad obunachilari. Fasadni biletkamizdan qilib bergan obyektimizga keldik. Uyimiz egalari Rossiyada bo'lganligi sababli o'zimiz oxirigacha turib bitkazib berganmiz. Bu uyimiz penoblokda bo'lgan. Fasadni plitkamizni penoblokka ham aytib o'tganimizdek montaj qilsa bo'ladi, ko'rib turganlaringizdek. Albatta buni laklaganimizdan keyin bilesiga yanada oshadi. Oyna setlariga shu tiyaga mahsulotidan bo'lgan. Fasadni plitkamizni ochib beradigan narsa bu tiyaga mahsuloti bo'ladi. Zo'xsut mramorning fasadni plitkamiz. Ichkari qismimizni faqatgina so'kilga qilib beradigan bo'lganmiz. So'killarimiz xudo xolasa hozir yakunlanish arafasida. Vodiy bo'ylab biz ustalarimiz ham o'zimiz ham vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Agar sizlarga ham shunday fasadni plitkalar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Usta aka, vodiy bo'ylab xudo xolasa ish olib boramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilishlaringiz mumkin.